Kontratsepsiya usullarimizdan biri bu yelkaga o'rnatiladigan implanon preparati haqida. Implanon tarkibida gormon bo'lganligi uchun asosan ovulyatsiyani sekinlashtiradi, endometriy qavatini o'sishini sekinlashtiradi, keyin vyuzdileniyalarni quyuqlashtiradi. Shuni hisobiga spermani o'tishiga yo'l qo'ymaydi. Uni nima plus taraflari bor? Birinchidan spiral beradigan yallig'lanishlarni oldini oladi va o'rnatilishi qulay. Xohlagan kuningizda, siklni xohlagan kunda o'rnatishingiz mumkin. Agar homilador emasligingizga 100% ishonsangiz o'rnatish mumkin. Uni nima yomon oqibati bor deb savol berishyapti ko'proq. Yomon oqibati shundaki, tarkibida gormon bor. Ba'zi birovlarga semirish berishi mumkin, lekin har doim ham emas. Ayrimlarning organizmi shunga moyilli bo'lganda kimga o'rnatish mumkin emas. Agar sizda homiladorlik bo'lsa, sahrli diabet, qandli diabetingiz bo'lsa, agar ojireniya bo'lsa, semizlik bo'lsa, shunday holatlarda keyin tromboz o'tkazgan bo'lsangiz, avval qon quyuqlashish belgilari bo'lgan bo'lsa, o'shanday holatlarda bu mumkin emas, ruxsat berilmaydi. Aslida esa tuqqaningizdan keyin 6 haftadan keyin birdan o'rnatishingiz mumkin. Даже emizikli ayollarga ham mumkin. Meshingiz sikliga ham qaramaydi, lekin homilador emasligingizga ishonch hosil qilish uchun meshingiz boshlanganini 5-kunida o'rnatsangiz, yana ham effektivliroq va ta'siri 3 yilgacha ham bo'ladi. Bundan tashqari u 99% gacha effektiv hisoblanadi. Deyarli hech qanaqa yomon oqibatlari yo'q. Faqat o'rnatilishi ozgina sal odamni qo'rqitadi, lekin o'rnatilishi va olishi ancha bezararroq. Faqat o'sha joyingizda infeksiya tushib qolmasa. Atak hammaga tavsiya qilgan bo'lardim uni.